Assalomu alaykum obunachilar va bizni yangi kuzatib borayotgan YouTube'dagi tomoshabinlar. Bugun kichkina bitta qisqacha qilib video olamiz. Fermamiz haqida bo'ladi bu videomiz. Fermamizda nima yangiliklar bo'layotganini ko'rsataman. Kichkina tug'ilgan quyonchalarimiz. Xudo xolasa bugun katta bo'lib qolishdi. Ko'rsatmasa. Xudo xolasa bugungi sanasi bilan 7-dekabr sanasi bilan 1 oy 4 kunlik bo'lishdi. Ya'ni 35 kunlik bo'ldi. Bir-biridan chiroyli burgunlarimiz. Onasi, xudo xolasa onasi qochgan bo'lsa 10 kunlik bo'g'oz bo'lish kerak. Tashqariga Veyslar ancha o'ziga qaytdi, xudo xolasa. Hozir turish 4,5 kilodan ortib qoladi, adashmasam shu turish. Ikkinchi tug'ish bolalariga 7 ta tug'di, 7 tadan 6 ta katta qildi. Ko'rsatmasa, bittasi yaxshi qaralmay qolib ketdi, orada kichkina bo'lib qoldi, shundan ham o'lib qoldi bolasi. O'zi zo'rlar, ko'rsatmasa. Krasavitsa quyon. Молодец. Yaxshi katta qildi, beslari ham o'zim joyida. Hozir ancha besor qopti yana. Bitta bolalarni ko'ramiz endi. Mana bolalari. Ortda tepadan ko'rinishi bo'ladi. Eshigini ochamiz. Tepadan ochamiz. Mana tepadan qandoq. Ekranni qilamiz mana. Bir uya burgunlar. Bir uya. Mana kichkinaroq ko'rinyapti. Mana bu ham katta. Rossiya. Bunga o'xshab bujmay bo'lgan shunday ko'rinadi. Ko'stimasin. Endi bularni otasini bitta ko'ramiz. Shunaqa chiroyli quyonlarni onasini ko'rdik, endi otasiga ega. Eshiklarni ochamiz. Otasi mana bu bo'ladi. Deb qolamiz endi.